ko'rsatib olaylik. Ertaga mana bu sal o'ssa, o'lgirdi ko'chatib pul bo'laveradi akalar. To'g'ri tushunasiz-a? Biz hali bu gapirishdan maqsad videoni cho'zish emas. Siz uchun iltimos qilib tushuntirib qo'yapmiz. Sizning hurmatingiz borligidan bizga biz sizga shu gapni tushuntirib qo'yapmiz. To'g'ri tushunasiz-a? Bittadan like-ni bosib, Oybuguzga obuna bo'lib turasiz. Xudo xolasa shunaqa arzon, sifatli, garantiya. Gapni ochig'i. Voy bu 1,5 metrli buqa bersa, buni 20 milliondan qo'ymaysanmi ishqilib? Voy aka, 1,5 metrli buqa beradi deb gapirib aka 86, 87 chiqyapti-da. 86, 87 eng kichigi akalar. Eng kichigi. 90 plus minusda oling. Shunday aka. Ha, qarang. Mana endi obunachilar bitta narsani aytib o'taman. Bu o'zimizning xonadonimizda turibmiz. Assalomu alaykum, kanalimizni qadr baland, qadrli obunachilari, chorvador aka-ukalar. Aka, bu galgi videorolik o'zimizning xonadonimizdan bo'ladi. Xudo xolasa, sifat surati yaxshi, oyoq qo'l uzun. Mana bunaqa aka, chiroyli shvetschalardan olaman degan obunachilarimiz bizni uzoq yaqindan hamda endi yangi kuzatib turgan aka-ukalar. Xudo xolasa videorolikka befarq bo'lmaysiz. Sifat surati, ko'chat aka, kачествоsi mana qarang. Ay jonivor, mana qarang turishdi. Kачествоsi yaxshi buqalar kelgan aka sotuvga. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha narxini chiroylab qo'yib berishga aka qaror qildik. Asli biz uchun mana shu mollarning hammasi optim top savdo kelgan. Lekin misol optim qo'yib, ana maydalari ham shular ichidan ularni tortib ketadi deb qo'yganimiz yo'q. Keyin sabsari xazinadan qo'yaylik dedikda, ajratib oldik. Adashmasam 6 ta bitta savdo, 6 ta bitta savdo chiqadi. Umidjon shogirdimiz bilan sekin-chirillab videorolikni olib boramiz aka. Lekin befarq bo'lmaysiz videorolikka. Mana shu mollar haqiqiy aka, endi bitta narsa, bitta ikkita ma'ma deyishi mumkin. Sababi bular mustaqil ovqatga kirib olgan mana. Lekin hali onani ko'rib yurgan. Onani yonida ko'rib yurgan. Lekin javob mana o'zim shu yerda bemalol yetib yuradi hamma mollar. Aka, xudo xolasa maza qilib savdosini amalga oshiraverasiz. Umidjon jiyandan chiringlar. Narxlarni yoritib beramiz, Umidjon. Assalomu alaykum. Obunachilar, assalomu alaykum Oybek aka. Va alaykum assalom. Yo'ldingiz aka. Assalomu alaykum obunachilar. Obunachilar videoni o'tkazarasiz oxirigacha ko'ring. Xudo xolasa mana endi yaltirab, ko'rib, narxlari sensatsiya bo'ladi. Oybek aka, obunachilar. Qarang aka. Mashina shular qatorga qo'shilsa bo'ladi. Lekin o'zini kelgan narxi bor, shuning orqasidan non topamiz. Ozgina foyda qilsa sotamiz aka. Ustiga qo'yib. Xudo xolasa, Oybek aka mo'qlar bitta o'tkazib qo'yamizmi? Ha, shuni Umidjon, bular nima 6 tasini bitta qo'yamiz, hozir. 6 tasini bir savdoga qo'yib beraman aka. Jiyan metrda olgan alaqlaylik, bitta ikkitasiga metr tashlab qo'yaylik, eng kichigi bilan eng kattasiga. Bir qo'raqi boqaman. Ovqatni ko'ring, yeyishini akalar. Qara, mollarni yaltirashini. Voy, shvedlar hech qayda bermaydi-da. Ay, joning sog' bo'ling, mana qarang. Sifat sortiga, kачествосiga o'tkazib yuborma, qara. O'tib ketdi ona moli. Eng kattasi shu ham hozir u bilan mana mol, onalar ham sal dadirak. Hali realni metr bilan ko'rsatib qo'ysak mana 90. 90 kelar. 90 dan hech kim bermaydi, ta'zim men bitta narx aytaman-da. Narx bomba bo'ladi. Gap bo'yda emas, Umidjon, 90 santimetrlarga sen aytadigan katta mol berishi ham mumkin. Gapingiz to'g'ri. O'sha narsani obunachilar ham aytmoqchi edim. Buni puliga aka 1,5 metrli buqa olishadi-da. Gapni ochig'i. Voy, bu 1,5 metrli buqa bersa, buni 20 milliondan qo'ymaysanmi ishqilib? Voy aka, 1,5 metrli buqa beradi deb gapirib oldi. Aka 86, 87 chiqyapti-da. 86, 87 eng kichigi akalar. Eng kichigi. 90 plus minusda oling. Shunday aka. Ha, qarang. Mana endi obunachilar bitta narsani aytib o'taman. Bu o'zimizning xonadonimizda turibmiz. Mollarda sifat surati yaxshi yerdan keladi. Bilgan inson uchun mana aksariyat deyarli hammasi kavish qaytarib turibdi mollarda. E'tibor berib turgan bo'lsangiz mana qarang. 1 2 3 4 5 6 ta, o'z soni 6 ta mana. Endi aka hammasi tog'divachi, qarang. Mana shular birga yurgan mollar. Xudo xolasa sifat suratiga gap bo'lishi mumkin emas. Endi o'zimni molimda ochig'i, o'zim sinovdan o'tkazdim. Qulog'idagi emlarigacha dashi bir xil. Chap qulog'ida kichkina kemtik joyi bor, emi bor. Dashi emlarigacha bir xil. Demoqchimanki, bir qo'ra qilib olgan odam maza qiladi, yutuqda bo'ladi akalar. Haqiqiy rangi ro'yi, sifat surati, orqa pachkaligi. Endi hali kam rasot qilib, misol bir oyga 3 qop kepakni 6 tomolga yetkazaman, lekin tez o'sadi, menga effekt beradigan aka-ukalarda moli bo'ladi. Umidjon, Mana sifat buqachalar bor.
yangi tug'ilgan. Buzoq narxida qo'yib beraman-da. Xudo xolasa. Xudo xolasa aka. Soniga 6 baş aka. O'ybasini aytdik Oybek aka. Aha. Narxga kelaylik a. Ha. Qiziq ham narxi. Aka gap so'zga qolasa aka. Molim chiroyli, bunaqa mollar qo'shib qo'ygan aka. 12,5 13 yo'naqda Oybek aka. Hop. Gap so'zi bir joyga olaman desa aka, 12 milliondan yetkazib beraman dastlabki vodiy bo'ylab. Gap bo'lishi mumkin emas. Akalar, to'g'risi ochiq o'zim aytdim. Haliga akachichak hali qo'yaylik, o'tib beramiz dedi. Yo'q. Bu sohada raqobat, sen shu molni qarab turaverjan, biz beyda Umidjon to'sib turaveradi. Bu sohada raqobat bordi. To'g'risida bu sohada raqobat bor. Shunday qo'yishimiz kerakki, birov 500 mingga sotayotgan bo'lsa, biz undan ham yengilroq sotishimiz kerak. Tushunyapsizmi? Shuning uchun uka 12,5 million 8 naqa bu 500 ming yutib beraman emas. Telefon qilsa 12 milliondan qo'yaylik mollarni optim savdosiga tanlab olishga plus minusi bo'ladi albatta akalar. Plus minusi ham aka 500 minggacha. Ochig'ini aytamiz. 500 ming plus, 500 ming minus qilib bera olmaymiz. 300 ming so'm minusi bor moldi. 300 ming so'm minusiga mol chiqarib beramiz. Lekin optim olaman degan insonga 12 milliondan behayrmasin. O 500 ming 300 ming o'tib berilmaymiz kalla boshidan. Ochig'ini aytish kerak, kelgan sena daftarda bor. O'shanga qarab ozginadan foyda qo'yib sotayapmiz. Lekin molni bilgan, tushungan inson Umidjon mollar baqa qaratchi. Bu obunachilar ko'rsin-da nima olayotganini. Mana mollarda o'zi bittada qaragan, bilgan odam kalla boshi dumaloqligi, sifat sortini tushunadi. Joni to'g'ri jicha maydaroq, lekin mol sog'lom, yeb ichib tursa aka, ertaga xudo xolasa haydamay tur Umidjon, haydamay tur. Qo'limga e'tibor berib tur. Bunday to'xtab tur deyapman. Obunachilar ko'rsatib olaylik. Ertaga mana mol sal o'ssa, o'lgirdi ko'chat pul bo'laveradi akalar. To'g'ri tushunasiz-a? Biz hali bu gapirishdan maqsad videoni cho'zish emas. Siz uchun iltimos qilib tushuntirib qo'yapmiz. Sizning hurmatingiz borligidan bizga biz sizga shu gapni tushuntirib qo'yapmiz. To'g'ri tushunasiz-a? Bittadan like bosib, Oybuguzga obuna bo'lib turasiz. Xudo xolasa shunaqa arzon, sifatli, garantiyali joydan chiqib boradi. Ketdi navbatdagilari. Endi bularni bu chekkaroqqa haydab turjan. Endi aka nisbatan akalar nisbatan dadalroq. Tushunyapsizmi? Mana qarang. Mana. Hajjoning sog'u, kavishni qaytarishini. Jinchajan sal bo'sh beraver, bir yoqqa yurib kelaversa, hozir burchakka tutsa, yana qaytib ketadi. Mana. Birinchisi. Hajjoning sog'u, kalla boshni ko'ring. Dumaloq suyaga inlilashgan, polvonlashgan akalar. Ko'ring mana. Ikkinchisi bo'ldi. Jonivor mana qarang. Mana bu uchinchisi obunachilar. Mana bu ovqatga sraz kalla qo'yadi. To'rtinchisi targ'al. Voy Molda mashallah. sifatli kassasiga baho berilsin-da. Mana bu 5-inchisi. Mana shu bo'ybasti bir 1 metr atrofida. Endi oyoq qo'lchon ekan, ko'ring. Mana bu 6-inchisi. Mana 6-inchisi akalar. Voy mashallah. Mana. Akalar shular to'pi asli bitta kelgan, hammasi to'p savdoga. Ashlarni ko'k yaxshi ko'rinmadi. Mujon ko'k aka mana ko'rsatib beramiz. Xudo xolasa aka ekran orqasida telefon raqamimizni iltimos qilsa, Telegram Mujon ham aytib bermaydi aka, mana o'zida ovqati bilan sug'urib olyapman demaydi aka. Yeb ichishiga garantiya. Yeb ichib turgan mana hayda beraveramiz. Yeb ichishiga garantiya joyida akalar. Bularda ham bo'yi 90 sm dan 98 1 metrgacha yaqin. Bo'yda qarang, bo'yda aytyapmiz, diqqat bilan hali qiling. Bular videoda ko'ruvdik, mol katta ko'rindi, katta mol kichik ko'rindi emas. Aqli yetgan, tushungan men misol uchun videodan ko'rib mol ola olaman. Sababi, bo'y basi 120, yana bundaqa desa bo'ldi. Mol olyapsizmi, misol ko'k mol yoqdim, targ'il mol yoqdim yoki kep ko'rib olasizmi? Misol uchun metr tortamiz, mana 90 sm dan 98 gacha plus minusida odamgarchilik deyapmiz. Misol uchun zinashi 90 dan, 95 dan ekan. Ya bunaqa ekan deb olaverasiz. O bizga mana shu akanchatilni shu misol 1.10 mash javob unaqa emas. Aka 1-2 sm ming pas aytganimiz ham 1-2 sm odamgarchilikka deymiz. Sababi hamma har xil o'lchab oladi akalar. Umidjon soni 6 ta bo'lardi, emas? Soniga 6 bosh aka. Molimni sifati dahshat, bo'yini o'lchab, balani 16-17 narx qo'yish kerak yo'q, To'ybek aka. Hop. Bo'lada qancha bo'ldirgani yaxshi. Xudo xolasa kechga yana yangi partiya kelyapti. Aka, ularni ertaga obzorni ko'rsatamiz aka. Xudo xolasa pul bo'shashga olsin aka. Qancha qo'y aka? 13 million 8 qo'yib beraman. Bechkani narx kerak yo'q. 13 million 500 ming so'mga 6 tasini bir joyga olsin. Dastlabkasi vodiy bo'ylab. Tanlab olishgacha. Tanlab olaman desak 500 ming pilosi bor. Hop, 500 ming so'm. 500 ming so'm pilosi bor aka. Narxlar xudo xolsa yengil bo'lyapti.
500 ming so'm minusi bor deb katta ketmayman aka. 300 ming so'm minusini qilib beraman oy berib. Ya 500 ming qilib berasiz, endi 500 ming plus bo'lgandan keyin 500 ming minus bo'ladi, iloji yo'qsa 300 ming plus qilaylik, 300 ming minus qilamiz. Aka 500 ming plus, 500 ming minus obunachilaringizga ketdi aka. Bo'ldi, gap so'z yo'q. Obunachilar bilgan bildi, o'zi tushungan tushunib oldi. Xudo xolasa, aka kimga qanaqa videorolikda ko'proq o'zim gapirdim, sababi hech qayerda bermaydi. kecha shogirdlarga kamchilik bo'lgan bo'lsa, to'g'ri tushunasizlar. Sabab molni tagi joyi yaxshi joydan kelganligi uchuncha jon kuydirdik, aka. Ketkazgan vaqtingizga rozi bo'lib qo'yasiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hammasi aka 100% ishonarli joyidan bo'ldi. Like-da hali ham bosmagan bo'lsangiz, endi aka tirsaytib bosib qo'yasiz. Joning sog' bo'linglar. Mana shu mollarning narxi yengil oldi, obunachilar. Olingda baraka topasiz. 12 million so'mdan bor-ku, o'ta yengil oldi shu mollar. Kechgacha solishtirib olasan, Shunaqa. lip o'zga. Mana bu narsa bor, hadimay onanda 13,5 million bo'lib qoladi. Bir oy 40 kun tursin, molning narxi 13,5 million so'm bo'lib qoladi. Kimga foyda, kimga ziyon. Buni boqib yurgan odam biladi. Yangi boqayotgan aka-ukalarga do'stona maslahat bo'ldi akalar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bittadan like bosib qo'yish esdan chiqmasin.